Hozirgi kunda mamlakatimizda yil 12 bola bor. Fabrikada o'stirilyapti. Juda ham yetishirish yaxshi. 40-45 kunda tayyor bo'ladi. Bilasizmi, barg iste'mol qilinadi. Hozirgi kunda mana so'qoq samsa degan bir narsa bo'lardi, erta bahorga o'rganadi. Hozirgi kunda bor. Hozirgi kunda bor. So'rovlar qilishyapti. Endi monitorga e'tibor qilasizlar, sovuqqa bardosh sabzavotlar, issiqxona va fabrikada yetishtirish, karam turlari ahamiyatini tarqalishi. Hozirgi kunda bizda karamimizda ham eksak bo'ladigan navlarni, turlarini o'rgatib aytib o'tib ketamiz sizlarga. E'tibor qilasizlar, birinchisi kashnish, orzu navi, erta pishar navi, o'suv davri 42-44 kun. Iste'mol uchun o'suv davri 28-32 kun. Tub balandligi 20-30 sm. Tub balandligi 20-30 sm. Juda ham bozor bor, juda ham hiddilik. Bargi konussimon asosiy ildiz atrofi barg bandi ichida va uzun barg bo'lakchalar juft joylashgan. Barglari yumaloqsimon asosiy bargi iste'mol qilinadi. Hosildorligi gektaridan 0,09 kilogramm metr kvadrat. Bir nimada 1 metr kvadratda 0,7-0,9 kilogramm metr kvadratga yozilgan. Buni asosiy xususiyati sovuqqa chidamli. Har qanday sovuqqa chidamli. Ozgincha barg chetlari qattiq sovuqqa urishi mumkin, lekin sovuq bo'lmaydi. Tak. Keyingisi ukrop. O'zbekiston 243 nav. Bu ko'rsatganlarimiz nav. Kelajakda bundan urug'ib qaytib eksangiz bo'ladi. Bu nav. Bu boya aytganimiz prezident bu duragaydi. Duragaydan urug'ib bo'lmaydi, qaytib ekib bo'lmaydi. Ukropda O'zbekiston 243 nav. Asosan erta pishar nav, usuldori 40-50 kun. 40-50 kun bo'ladi. Hosildorligi 1,5-1,8 kilogramm metr kvadratda sovuqqa chidamli. Namlik ko'payib ketsa, pastki barglar sarg'ayadi. Hisobga qo'ying, namlik ko'payib ketsa, pastki barglar sarg'ayadi. Qurib qolmaydi, nobud bo'lmaydi, lekin barg sarg'ayadi. Inobatga olib qo'yasizlar, buni asosan kelajakda urug'ni qaytib eksa bo'ladi. Eng oxirgi atxotini, cho'pini ham qirqib, bunga barg yopish ishlatiladi. Bozordan borib ishlardi, cho'pni olasizlar-ku. O'zlaringda tayyor hosillar o'xshalar bo'ladi. Keyingisi ukropda orom degan nav. Erta pishar nav, usuldor 40-50 kun. Hosildorligi 2,8 kilogramm metr kvadratda. Sovuqqa chidamli, namlik ko'payib ketsa, pastki barglar sarg'ayadi. Eng asosiy bitta buni xususiyati bu ko'p shoxlaydi. Ko'p shoxlaydi, shoxlar bilan barg orasidagi aloqa kattaligi uchun ko'pincha gulchilarimiz buni gulga qo'shib sotishadi. Bozorda kim kilodan bo'lsa, gulni orasiga bitta shu bargdan qo'shib sotishadi. Chunki barg bo'g'inlari orasi uzunroq. Keyingisi kashnishli ninufar navi. Erta pisharda usuldori 53-58 kun. Bu hosildorligi 2,2-2,5 kilogramm metr kvadratda yangiliksiz iste'mol qilinadi. Bu kashnishimiz bitta nimasi xususiyati, selderini barg qo'shib barg katta-katta, lekin selderi emas. Selderini chaynaganingizda, yeganingizda dag'allik beradi, bu dag'al emas. Yumshoq, mayin iste'mol qilinadi. Kasallikqa zararlarga chidamli. Ozroqgina bu nima deydi? Sovuqqa sanchizamiz. Kasallik zararlarga chidamli, sovuqqa sanchizamiz. Shuning uchun bunga ozgincha ikkita sloyniga qishda pilovka yopiladi. Endi karamga kelsak, karamni qanday turlarini bilasiz deganda, men bir savol bergan karamdoshlar Beraskaya oilasiga mansub, 100 oqbosh karam, gul karam, qizil bosh karam, sovoy karam, Brusel karami, Kolrobiy karami, barg karam, Pekin karami, Xitoy karami bo'linadi. Asosan bu yerda hamma karamlar kelib chiqish vatani o'rtaga dengiz hisoblanadi. Faqat Pekin karami bilan Xitoy karamining vatani Xitoy hisoblanadi. Hisoblab qo'yiladi. Mana shu kecha kunduzda sizlardan shu yo'lakda katta trassada kelayotgan karamlar Pekin karami, buni vatani Xitoy karami hisoblanadi. Faqat Pekin karami kech kuzda, qishda eng stabilni iylatgan salat, nima deydi, ishtaha ochuvchi bankalarga yopilib, ko'chalarga yopilib iste'mol qilinadi. Boshqa payt erta bahorda hammasi oqbosh karamda ishlatiladi. Bu yerda Brusel karami bor, Kolrobiy karami bor, qizil boshli karam bor, gul karam bor. Bular kam tarqalgan sabzavotlar turiga kiradi. Yana bitta plyus tarafi, hozirga chiqib bular ko'chada ekib qo'ysangiz, bularni ko'chada sovuq bo'lmaydi.
qimmat payti daromad topishingiz mumkin. Ayniqsa Brussel karam kichkina yong'oqda berib turadi. Balandligi 120 santimetrgacha balandlik o'sadi, yong'oqda berib turadi. Shu kecha kunduzda Rossiya Federatsiyasida 1 kilosi $3 olishyapti O'zbekistonda. 1 kilo karam o'sha dumaloq karam. Yong'oqni mayda-mayda hosil beradi. Bular ichida keyin brokkoli karamimiz bor, yashil karam. Ha, hozir bor magazinlarda, bozorlarda yashil karam. Undan ekib qo'yish tavsiya qilamiz sizlarga. Uni ham sovuq urmaydi, sovuqni yaxshi ko'taradi. Bitta karam tipi 2-2,5 million uchun gul karam beradi. Uni ham ekib daromad qilsangiz bo'ladi. Endi karamni qaysi turlarini bilasizlar, aytib o'tdik. Ko'rinishi Brussel karami, Kohlrabi karami, Savoy karami, oddiy oqbosh karam, qizil karam, gul karam. Turlari ranglariga bo'lingan. Asosan Brussel karamiga yana urg'u berib o'taman. Bu karam shu kecha kunduzda kattalarga savdoda turiga kirib O'zbekistonda bor yo'g'i 1000-1200 gektar joyga ekilib turibdi. Lekin buni ekishni ko'proq tavsiya qilinadi, chunki hozirgi kunda mamlakatimizda chet elliklar ko'proq yashagan hisobida, bundan keyin buni chet davlatda buni xaridor ko'p bo'lgan hisobida ko'proq ekilishni tavsiya qilib, sizlarga ekib shundan daromad ko'p topishlaringizni tavsiya qilardim. Ekish sxemasi bu sizlarga qoladi. Bu karam turlarini biokimyo tarkibida nima bor, qanaqa karbon suvlar bor, qanaqa vitaminlar bor, qanaqangi bunga kerakli bo'lgan ozuqalar bor, qanaqangi tuzlar bor, hammasi ko'rsatilgan. Bitta zo'r joyni aytib o'taman. Karamni tuzlab yesangiz sxema turadi, karam tuzlamasangiz ozdiradi. Mana sizlarga bitta nima deydi? Eng zo'r nima deydi? Maslahat. Karam kelib chiqishi, Sharq karami, Yevropa karami, O'rta dengizga kelib chiqqan karam turlar klassifikatsiyasini kirgizganmiz. Buni o'rganishlaring uchun spesial qo'ydirdim. Ertaga bu ekildikkangizga qanaqaligini bilishlaring uchun. Bundan keyin bu yerda karamni O'zbekistondagi navlarini qo'ydim. Bu duragaylar emas, bular hammasi navlar qo'yildi. Yunuski, Navruz, Saratoni, Toshkent, Suvon, O'zbekiston Sudiyasi, Sharqiy 2, O'zbekiston 133, Termiz 205, mana shu ruscha nomlari ham o'zbekcha nomlarini qo'yib, bular hammasi o'zbek olimlar tomonidan yaratilgan, lekin mana shu ham mualliflari ruscha uchun ularga hurmat yuzasidan ruscha nom qo'yib ketilgan. Bu O'zbekiston navlari hisoblanadi. Karam o'simligining haroratga munosabati ko'rsatilgan oqbosh karam sovuqqa chidamli 2 yillik o'simlik. Uni urug'i 4-5 gradus Selsiy haroratda ishlaydi. Harorat 15-20 gradus Selsiy bo'lganda 3-4 kun da uni chiqadi. Lekin harorat yuqori bo'lsa, yorug'lik yetishmasa, ko'chatxonalarda ko'chatlar bo'yiga o'sib ketadi. Buni ham hisoblab qo'yishlar kerak. Agar karamni kerakli o'sha yorug'lik yetishmasa, bo'yiga o'sib ketadi-da, ekayotgan payt qiynalasiz. Karam bo'lmaydi uncha-munchada. Uncha kasal ham bo'lmaydi, lekin ekayotganda bo'y o'sib ketgan hisobida ekishga qiynalib qolishingiz mumkin. Shunda buni ham inobatga olishingiz kerak. Karam tuproq ozuqasiga munosabati. Karam juda idilishdan ma'lumotga ko'ra, karam azotli o'g'itlarga juda ham talabchan. Karbamid, azot yoki bo'lmasa sulfat ammoniy degan o'g'itlar juda yaxshi ko'radi. Qancha shunaqa o'g'itlar ko'p bersangiz, shunchalik sizga ko'proq hosil beradi, lekin saqlanish muddati qisqarib bo'laveradi. Tak, yorug' o'simlik. Endi shu kecha kunduzda ildiz mevali sabzavotlarda daykon, rediska, oqsholg'om, turp, sabzi eksa bo'ladi. Istilmaydigan issiqxonalarda eksa bo'ladi. Lekin bu ekinlarda tashqi dalada ham eksa bo'ladi. Lekin bu yerda bitta mana shu rediskamizni inobatga olib qo'yasizlar. Bu faqat issiqxona parniklar uchun mo'ljallangan. Badyam degan nav bor, undan keyin Ruzov degan nav bor. Keyin uchinchisi nomini desangchi, eng zo'r badyam. Kichkina yong'oqcha so'm bo'ladi. Rangi qizil, ta'mi shirin bo'ladi. Noqulay sharoitda suv yetishmasa ham, boshqa bo'lsa ham achchiq bo'lmaydi. Sizlarda mana shu regionda Dunganovskiy degan rediska bor. Sizlar Dungan rediska desa uzunroq bo'ladi. Lekin unda ancha suv kam bo'lsa achchiqdan berib qoladi. Mazasi achchiq bo'lib ketaveradi. Bular bundaqa xususiyat yo'q. Endi issiqxonada parnik eklayotgan murakkab buldashlar oilasiga mansub sabzavotlar ko'rsatamiz. Artishok, yetishtirsak qiyinroq, faqat qo'ydik baribir ham.
bariq salat bilan romen salatiga e'tibor berishlarini qaratardim. Bariq salat bilan romen salati asosan bu parnik issiqxonalar uchun mo'ljallangan. Bularga issiqlik kerak emas. Issiqlik kerak emas. Sharoitini qilib bersangiz, namligini qilib bersangiz, ozgina oziqasini bersangiz, hosildorlikni beraveradi. Romen salati bitta ekan kesib sotiladi. Bariq salat tagidan bari terib sotiladi. Bari terib sotilganda shunda buni bo'yi 60-70 sm o'sib boradi. O'zbekiston navi hisoblanadi bariq salat. O'zbekistonda ko'kshoq degan bitta navi bor. To'raquldoshlar oilasiga mansub shovuldan ravochni qo'ydik. Ravoch asosan tog'li hududlarda o'sadi, lekin shovulda mana shu mahalliy tilda bizda janubda otquloq deymiz, mahalliy tilda sizlarda nima deyman? Asosan shovul bu issiqxonangizni bir chetida shuni bitta ildizni tashlab qo'ysangiz, ildiz sabziga o'xshagan ildiz bo'ladi. Sizda yil 12 oy barg chiqarib hosil berib turaveradi. Juda ham tam antiqa. Maslahat berardim, bir haftaga bir marta, 2 marta iste'mol qilishlaringni. Bu ishtaha ochuvchi, organizmdagi shu karbon suvlarni yig'ib beruvchi xususiyatga ega. Mana shu shovul. Keyingisi labgulilar oilasiga mansub rayhon, yalpiz, jambilni qo'ydik. Buni qo'yishimizdan maqsad kontaminat sabut bo'lgani uchun erta bahorda issiqxonangizda, parningizda bir chetida ekib qo'ying. Bular hasharot qochirish hisoblanadi. Hasharotlar bular hidiga kelmaydi. Buni inovatga qo'yasizlar, shuning uchun shuni aytib o'tish uchun bu narsalarni ko'rsatdik. Endi piyoz gullidoshlar oilasiga mansub hech narsa ekolmasangiz parligingizga albatta piyoz ekib qo'ying. No'sh piyoz, no'sh piyoz urug'dan sepib qo'ying. Hozir chiqqacha kunduzda urug'dan sepganingizda 60-65 kunda maysa bo'lib tak olib boshlaydi tak. Uni bir chetidan kesib uni nima qilib ipga boylab ko'katchilarga daromad topishga foydalansangiz bo'ladi. Bu mana bu shuning uchun sizlarga bu narsani ko'rsatdik. Endi bu yerda Aliyev avlodiga mansub oddiy piyoz, sarimsoq piyoz, pore piyozi, baton piyozi, shilik piyozi, ko'p yaris piyoz, shalot piyozi, siluzum piyozi, anzur piyozi kiritganmiz. Bu yerda sarimsoq piyozi bilasizlar, chistok. Anzur piyozi nima edi? Anzur piyozi kim iste'mol qilgan? Domla. Anzur piyozi. Shunday anzur piyozi. Samarqandda o'sadigan o'sha piyoz. Asosan yo'lda. Sizlar ishlaring kerak edi. Anzur piyozi. Anzur piyozi ustoz aytganlarida eng antiqa piyozlardan bittasi. Uni oddiy piyoz ustida to'n yo'q. Xuddi olmaganda g'archilatib yeysiz. Asosan bu ko'proq Samarqandda, undan keyin o'zimizni Toshkentda botanika bog'ida o'sib yotibdi. Qavati yo'q. Shu qattiq bo'ladi. Eng zo'r bank yopiladi. Bank yopiladi, anzur piyozi. Qislatib yeysiz. Masalan berardim, bugun borib shu supermarket, gipermarket qayerda bo'lsa, anzur piyozi bankada bo'ladi, kichkina olib iste'mol qilinglar. Antiqa ta'mga ega. Yana bitta maslahatim, o'sha piyozni topshiring, hovliga ekib qo'ysang, 7 yil hosil beradi bitta joyga. O'sib yotaveradi. Gullar, nimaga tagidan piyozni teraverasiz, bu ham o'sib yotaveradi. Ko'p yillik piyoz o'simligiga kiradi. Tak, piyozni qanday yerlarda yaxshi o'sadi deganni ko'rsatganmiz. Piyoz uchun eng qulay o'tmishlik ekinlarni yozganmiz. Bir almashtirib ekish asosan begona o'tlarni tozalash uchun kartoshka, karam, pomidor, baklajon, qalampirdan va bodring bilan eng zo'r o'tmishlik ekin hisoblanadi. Bilasizlar buni, bu prezentatsiya sizlarga qoladi. Albatta o'rganib chiqasizlar. Bu narsani o'rganib chiqqan odam 30% agronom. Birinchi sizlar tinglayotgan o'shani qilgan odam 50% agronom. 80 bo'lyaptimi? 20% izdan to'xtalaring. Mendan zo'r agronom bo'lasizlar. Piyoz ekish uchun yer qachon tayyorlanadi? Erta bahorda, avgustda 90 bosim muddatda ko'rsatilgan. Bu ham ochiq dalalarniki, ham parklarniki hisoblanadi. Isitilmaydigan issiqxona parklarniki hisoblanadi. Tak, oziqlantirish bu tonna sonida